Assalomu alaykum amrochilar. Hammani bayram bilan tabriklayman, Navro'z bayrami bilan. Bugungi syomkamiz bo'ladi, Xudo xolasa. Beruniy dehqon bozorida Muborak opaning do'konida skidka bor ekan. Shuni bir qator aytib o'tamiz hozir. Hozir manzilda aytib o'tamiz. Orientirda aytsak, Kunjaqar darvoza Bo'ston Ostonovka. To'g'ri kelaverasizlar mana. Kelgan yerda 283-do'kon. To'g'ri kelganda manglaymizdan. Assalomu alaykum. Подписчикlar, hurmatli. Bugun 21-mart Navro'z munosabati bilan skidkalarimiz boshlandi mana. Bir chetdan o'tgan safar uzrli sel kamchiliklar bo'lgan. Shuna bugun yostiqlardan boshlaymiz menimcha. Safar polni tushuntirib berasiz. Bu safar aniqroq aytamiz. Hammasini. Qandoqdan boshlaymiz? Bu yerda yostiq ko'rpachalardan boshlasak ham bo'ladi. Yostiq ko'rpachalar. O'tgan safar paxtaning bahosini ko'p so'ragan ekan. Paxta 18 ming so'm, 50 qilan paxtasi. Kilosi 18. Garantiya ham beraman. Ochib ko'rsatib qo'yibmiz. Agar dunyo mijozlar so'rasa, ishini ochib ko'rsatib bo'ladi. Hammasi sanab bir tur paxtalar. Tayyor ko'rpachalar bor. 140 ming so'mdan. İçinde ishligi, ichi paxta. Qarasi bir chetini ochib ko'rsatamiz. Bu vating ko'rpacha 80 ming so'm. Berli taom bahasini aytib ketavermi? Bu berisi kelishli taom baha. Skidkalarimizni aytib ketamiz hozir. Oxirida bersini. Yaxshi. 1 kilo 400 lik yostiq. Terazi bor mana, tashab o'lchab beramiz. Yolg'on gap yo'q. 1 kilo 400 lik. Spalniyning mana yostiqlari bor. 50 ga 70. Standart yostiqlar bor, 1 kilo 100 chiqadi. İçi qanday materialmi? Bular ichi 100% sintifon. Sintifon? Silikonlu sintifonda. Sintifon degan. Halofayder deb aytiladi. Asli silikonlu sintifon. Mo'shi bular. Bu da sotiladimi? Sotiladi. Klass 30 ming so'm. Kelishib beramiz. Misol uchun ko'proq olganda ko'proq, azroq olganda azroq qaytib beramiz. Yostiqlar tushundiringlarmi? Plastina o'tgan safar bahasi aytildi. 6 ming so'm, eni 230. Shu yurib turgan shu kitayskiy hozir. Bular xibxillari 15 ming so'mdan. Paxta bular eni 1,5 metr bo'ladi. Xib. Turetskilari bor. Eni 220 bo'ladi. 4 ga buklanib turadi mana. Bular kichkina deganlar uchun 4 bo'lakka buklanib turadi. Bular paplin bular. Materiali. Bu 25 mingdan beramiz. Bu 15 ming so'm, dasturxon 6 ming so'm. Bir chetdan boshlasak, bo'zlar bor mana. Bo'zlar 7 ming, 8 ming, 9 ming 3 xil narxda. Qalin yuqasiga qarab. Bularning teshaklikmi bular? Bular 55 ming so'm. Agar astari ishiga qo'shimcha narsalar bilan olaman desa 50 mingdan beraman. Yeni 3 metr. Mana qatini ochib ko'rsam, qalin xivasi. 220 dan shu o'tgan safar aytganimizda bir ko'rpa 2 yostiq chiqsa bo'ladi. Arqayin chiqadi. Молочный svetlar bor. Sklakimizda assortimentlarimiz bor. Yo'qolsa assortimentlar ko'payganmi? Bu yerda bu plastinalik material bor so'ng, kelishib 7 ming so'mdan beraman. Eni 230. Qaysi u? Rulonga kelishamiz agar rulonga olamiz. Bular plastinalik materiallar edi. Ular Mickey Mouse, Wayne'si bor. Agar tikuvchilarimiz qiziqsa, rulon baho beramiz. Necha so'mdan u? Rulon 7 ming bahasi. so'mdan beramiz. 7 ming so'm bahasi. Bularning bahasi yeni 240'lıklar 15 ming so'm, 18 ming so'm iki tur narxda. İki tur deganim firmasına qarab. Qalin yuqasi bor buning. Yuqasi 15 ming so'm, qalin 18 ming so'm. Yeni 240. 15 ming yeni 220 bo'lishi mumkin. Aktorlar ma'lum. Yeni ensiz aktorlar 4 ming so'm, yeni 50'leri 6 ming so'm. Kelishib beramiz buni. Her yostiqlarimiz bor. Per yostiqchasimi? Bu 75 ming so'm. Buni kelishib beramiz. Kolичествосына qarab. 75. Paxtalar o'tgan safar paxtalar 18 ming so'm, belgisi 20 ming so'm. Farqi bu o'zimizki bu ilqiloniki.
Aha. Son bu yoqda hozir ko'p qadimgilar g'ijim deydi. Hozirgi ayollar chisti baxmal deydi. Buni chisti baxmallarimiz bor. Yeni 140lik, yeni 160lik ikki xil. 140'ı 65, 160'ı 75 ming so'm. Aha. Krempil de var evde. Yazda emme yaxshi ko'radi. Mama krempili. Necha so'mdan ular? Bu vereyim mi? Alasamla kızlarım bile. Krempillerimiz 11 ming so'mdan 1 metr. 1 metr 11 ming ha? Bular ikki qatdan turadi, 160. Bu aytganim ko'rpalar yanagi. Bu ko'rpaga, ko'rpaga mos materiallar. 3 metrliklar hammasi. Standart 3 metr. Yastıklarımızı burada toplama o'tamiz. Bularning bari endi 3 metr bo'ladi. Ikki qatdan turibdi. Bularni 45 mingdan 45 bahası. mingdan beramiz. Ağlar 50 deydi. Bulardan ko'rsatamiz. Ikki qatdan. Shu yoq aytib o'tganimizdek 220dan bir ko'rpa ikki yastık chiqib boraveradi. So'ng bu baxmallarimiz bor. Zerli baxmallarimiz 17 ming so'm. Zerli baxmal 17 ming. Qo'yganiga savdo etaman deganlarga 16 ham 15 ham berib turibmiz. Iloji boricha qarashamiz. Qalasa 10 metr tovar bonusi, yo bo'lmasa bir kelinga bir ko'ylakligi. Bu ko'ylaklik ham oz pul turmaydi, 300-400 ming so'm turadi. Ha. So'ng yostiqlar. Yostiqlar 3 variantda bor. Tayyor, tikilgan, Yastık var. tayyor degani ichida podushka solingani bo'ladi. Ava. Tikilgan varianti. Tayarı bunalarda mı? Ha, Ya pazardan 3 xil turda ko'rsatamiz buni hozir 1 minut. Yaxshi. Bilaman. Tayyor tikilib turgan variantlar. Shuni ishlarini ham ko'rsatayım. Overlocklar tikilgan bo'ladi. Ya tikuvchilarimiz chalg'i tushunadi-da ko'bisi. Az. Ba'zini ko'rsatib o'taman. Bu bilan 12 ming so'm degan. İlk ramkasini 12 ming so'mdan beramiz. Bir yastık bo'ladi. 2 ramka 1 yastık 12 ming. Bu tayyarı baxmaldan. Tayarı. Podushkasi 25 ming so'm. Yarim kilolik. Kilo o'zgarsa pul qo'shilib boraveradi. Bir kilolik yostiqlarni kelishib 30 mingdan berib. Bu yostiqlarimiz buni 55 ga 55 razmerda 35 ming so'm. Buni ham kelishib beramiz. İçi bilen bo'lsa necha bo'ladi? İçi bilan bo'lsa 65 ming so'm bo'ladi, qaytamiz. Endi klassini ko'proq soldirg'isi keladi birovlar. Shunga qarab Kelib yuraveradi. Bular 25 ming so'mdan versiyasi. Ha, mana tayyor etib qo'yibmiz, qarasangiz. Tayyor etib qo'yibmiz. Bu bilan Sirti 25. 55 degan asli tayyor variant. içini 25 ming so'm. So'ng bizda kattaroq yostiqlar. İçi 25 dedi. Kattaroq yostiqlarimiz ham bor. Bu yerda yuqorida asl olan turibdi, tepada. Busi 50 ming so'mdan beraman. 65 ga 65 razmer. Simsiz variant. Bu Sımsız. simli variant 60 ming so'm. Sınırlı varyant 60. 1600 ming var kelishamiz. So'ng hozir ko'p odamlar bilan bog'liq baxmalning zerlilaridan ham so'rab turibdi. Zerlilaridan ham bor. Zerli yastık. Buni endi tayyor variantlar hozir neda ko'rsatishga qolmaganda tiktirib beramiz agar yo zakazga. Zerli varyant necha so'm? Zerlilar 15 ming so'mdan bo'ladi, 2 ramkasi. Tayyor tiktirib bersak bo'ladi 35 ming so'm bo'ladi. Tiktirib bersa 35 bo'ladi. Bular ham yostiq 40 bo'ladi. O'tgan safar bu duxovalarni ko'rsatdikmi, ko'rsatmadikmi, yana bir xato ko'rsatdik. Aytaverim. Paplin mana 10 ming so'mdan kenglar. Ya akasi, ukasi deb sotibdi. Ava. Neda, Urganchda. Bu paplin. Akasi Paplin degani 10 ming u menimcha Leon paplin bo'lsa kerak. Leon paplin 25 ming so'm. Leo Paplin 25. Bular Leon'ni sen yılmaroq bo'ladi, oyoqlar yaxshi tushadi. Qarab ko'ylak 10 ming so'm. Ichi yaxshi, ochib ko'rib bo'ladi. Qarab ko'ylak 10 ming.
Bir to'yning hamma narsasi kit bitadi komplet. Aha. Kit deydi hozirda. Zamonaviy tilda. Buların bahaları qanday? Ularning baholari standart. Qarang. Bu tiyimda qara. Tiy qara. Bularning bahasi 80 ming so'm. 80 ming. 80 ben. Endi buyog'iga Standart. kelsa o'zi bilan akril deb aytiladi bular. Tiy oq bo'ladimi? Tiy oqlar. 90 dan beraman. 90 ming. 180, 200 deb baho o'ynatmaymiz. Standart. Kelaman 10% qasa bo'ldi beraveramiz. Bularning bari shunday. Bari tiy oq bo'ladi. Aha. Akril deb aytiladi. Hozir barcha didini moslab to'p berish kerak edi aytamiz. Bu yergacha shunday. Buyog'i yana 80 bo'lib ketadi. Endi bu moloshilar. Bularning bari nefis tekstil. 120 mingdan beramiz. Yostiqlar to'g'ri 100%. O'xshash yostiqlar. Qarasangiz ko'rsatib o'tishimiz mumkin deysiz. Buning ko'rpachasi bo'lishi kerak buni. Yostiq bilan tavlab berasiz, xudo xolasa. Men ko'rsatib turgandan ichini bir tushirgansiz ma'qul o'xshaydi. Bu yoqmi? Hozir borincha Toshkentda bor narsani to'p berib harakat etamiz. Hamma turidan bor ekan buni. Bularning bahasi bunday bo'ladi. Bular ham 80 qilib beraman. Kelishamiz agar qo'ygan narsa bo'lsa, qaytsa qo'yman ham qaytamiz. Şakalarım Bu hozir yurib turgan modasi shu to'ylarda. Vishipka deb aytiladi. Vishipka. Vishipka. Bu 100 ming so'm. Buni 80 Bakası 100 ming so'm. Zeri yo'qlar 80 mingdan beramiz. Bular ham Bunlar zerli 100 ming so'm. Atlar Zerli her 80. türlü bir ki süper kedin de soruyor. Endi kimga qanday asli vishipka. Ava. Bu arada o'tgan safar aytdim, yana 1.60'lik var. 65 ming so'm 1 metr. Mana hozir hamma yerda yani aldab chaqirib turgan narsa 40 ming so'm, yana 1.40. Adashman var, enine qaraman var. Uyga kelgandan keyin voy voy deb quroq qidirib, buni birovga ko'rsata olmay, yo maqtan olmay yurasizlar. Buning bahasi 40 ming so'm. 40 ming so'm ha? Yo'q, buni aldab ko'p yerda sotib turibdilar. Açıdan satıyorlar onları. 65 ming so'mdan beraman. Yeni 1.60. Eybi simi yo'q bo'lgani. So'ng bular var. Bu hammaning to'g'ri chiqarmoqda-ku. Bu 45 ming so'mdan. Hamilyon birdagi. Hamilyon 35 ming, 25 ming deb chaqirib turibdi buni 4 kildagilarda. Buni 35 bergan bilan 8 ming so'm satin deganda 30 mingdan beraveradi, bilmay qoladi bu yerda. Bas satinlardan bir qadar ko'rsatib o'tamiz. Fishkalarda endi u. Men aytib o'tirganim. Ha. Главный fishkalar bular. Satin 8 ming so'mdan boshlanadi. Qimmatini qimmat, arzonini arzon etib aytib ketamiz. Qaysi qimmat buni? Satinda buni at rol o'ynaydi mana. Hammasida at var. Atsiz yo'q satinning. Shabnam, shahlo, paxlo, sifat ber 8 ming so'm. 8 ming ha? Saltanatlarda eng kelishganda 11-12 etib beramiz. Bari saltanat. Endi son Taj Mahallar var, bunday zerli setiklar var buni. 20 ming so'mdan beramiz bu. Bunlar 20. Şurada ishonmasa yuvib ko'rsatamiz qaynagan suvga. Rengi chiqmaydi. Любой yoqlama turamizda. Rengi chiqmaydi, chiqatamiz, chiqarib qo'yamiz. Mana ular zerlilar zo'r. Качественный narsalar. Kelaversin, kelishtirib beraveramiz. Bular ham shu bahami? Ha. To'shaklik, ko'rpachalik, hammalari bor. Endi ichkari bo'ldi menimcha. ichkarini bu araga faqmi? Assalomu alaykum. Bir baholarni aytib o'tasizmi? Bir chetdan. Ya bismillah. Nimadan boshlaymiz? Buna keşte. Buna alal misallarımda tiy yaxshi xeyli hammasini. Bunalar. 2 metr 35'ten. 2 metr 35. 2 metr 35'lardan hammasi buna. Ha. Sadalar. Buna 2 metr 35'ten hammasi. Buna. Skidkaga tushgan, shunday buna 2 metr 35 etib beramiz. Buna irqashlarimiz 25 idi. Bulardan 20dan berib beramiz buna. Bunalar 2 metr 35. Qurolichalar buna 2 metr 35dan.
hıbılar 20. Namna hıbılar 20'den mine 20. 15 etip beremiz. Hıbılar 20-15'ten berildi. Buna mende gülü pompatlar çiski mine. Nala. 50 satılıp turttu. Ha beyremde skit 40'dan beremiz. 50 satıp tuttu, 40'tan berildi. Nalara mine 55-50 satılgan tovarlar mine 35'ten beremiz. Natural 35. kularda 55 etip beremiz. Skitkaga çürdük. 55 alırsın. Ma kaşlardan hemmesi mine 45 idi, 40'dan beremiz. Ama kaşlarda 35 etip beremiz. Ne? Ama kaşlar 35. Hemen kaç 35. Ha kellerдің kılkıları mine hemmesi. Gelişip beremiz kulardı. Bulaşçadan Satılganları 80'den berip turupuz. 80'den berildi. 100 satılganlar. Bakmallar mine, zerli bakmallar 17. Gelişemiz. Kaytamiz. 16'dan beremiz zerlilerdi. 16'dan berildi. Nazarsiz birdekiler 15. Bulardan kelişeremiz. Serttir renkleri var. Mine. Bunaların hemen şu 2 metre 35'ten mine. 2 metre 35. Bunalar. Bunlar hemmesi ha. Gitki daha var. 2 metre 35 bişiklara mine. 2 metre 35. Kaç beremiz? Anatonilar 15 idi, 13 etip beremem. Anatoni cazlaylar. Begayımlar 12. Bu rulonga optimum satılama? Bunlar rulonga kayıtladı. Buna 2 metre 35'liklerde Rulonga kaça rulonga berildi? azam beremiz. Rulonga 16'dan veririm. Rulon alacaklar 16'dan berildi ekan bunlar. Naşlardı. Rulonga. Tikimçiler neyle aladı da mı ne? Rulonga eddini baka kelişip Aa, beremiz. rulonga denli. Kirörüz demine. Hazır menzilde aytıp ötsek bu yaktan Glavni darvazadan kese mana bu yoqda qivlaq darvozadan kelsa to'g'ri o'ngga qarab aylanadi, kiraveradi. Do'lg'irchilardan o'tib, orqadan kelsa kelib turib chapga aylanadi. Do'lg'irchilarning yonidan 283-tukon kiraverasizlar mana. Skit ketib beraman deb turibdi hammasini.